Mana endi bugungi bo'lgan holatim shunday o'zimga sig'may ketyapman-da, ichimdan nimalar o'tyapsizlarga tasavvur qila olmaysizlar-da. Assalomu alaykum hurmatli aka-uka, opa-singil qadrdonlarim. Bilasizlar, Makka va Madinaga 18 kun piyoda, qolganiga velikda 5000 kilometr Gruziyagacha, Gruziyadan bu yerga bir saxiy boyimiz, akamiz chiqib meni samolyotda uchirib yubordilar. Bordi keldi, biletimni podarka qildilar. Biletimni 28-ga mana shu oyga obratni podarka qilgan ekanlar. Bu yoqda tursam hozir kvartiralar qimmat, ertalab chiqib ketishim kerak edi. Meni kvartira qidirib turgan joyimda 4 kun oldin kvartiraga olib kirishdi qozog'istonlik akalarimiz. Seni turishga kvartirang bormi deb o'zidan o'zlari preglovat qilib olib kirib ketishdi. Bizda bitta bo'sh o'rin bor deb tekinga yotdim. Madinada bo'lgan hodisa, Madinadan meni Makkaga olib kelishdi. Makkada Ka'balarni ziyorat qildirib, mana bular bugun ketishdi. Jonpolot akalarimiz nima demoqchiman, 1-2 soat uxlab olib kartani pastga berib ketasiz deb kartani berib ketishdi. Mana shu 4 kishilik xonada Jonpolot akamlar bilan qozog'istonlik akalarimiz bilan yotdim. Hamma udobstvasi bor. Bu xona bir kishiga 120 real, 3 mahal ovqati bilan 180 real bo'ladi. Bu $50 pul degani kuniga. Men hozir kartani olib tushib berib, bitta mana karta, meni qozog'istonlik bovurlarimiz yordam berib bitta bo'sh o'rni boriga menga poddeshka qilishgandi. Bugun ular ketishdi 2 soat oldin. Mana kartangiz, menga iloji bo'lsa arzonroq xona bering desam, 1-2 kunda bilet olib qaytib kelgunimcha bu xona siz uchun VIP, bu xona hali siz uchun tugamagan. Sizni kattangiz bilan, sizni kattangiz kim? Kattangiz bilan gaplashing. U xonadan chiq demaguncha siz chiqmaslikka haqqingiz bor deb menga kartani qaytarib berdi. Bu yerda o'tirib hozir meni kattam kimligini o'zim his qilib ko'zimga shunaqa yosh kelyapti do'stlar. Ichimda shunday bo'lyaptiki, sizlarga tasavvur qila olmaysizlar bu narsani, bor-ku. Meni kattam u Alloh, u kattangiz degan ma'noda tushunmay aytdiki, Alloh kerak bo'lsa kompyuterni ham o'zgartirib qo'yib, mana shu yerda Alloh mehmonim bo'lib qolsin deb meni olib qolgisi kelib, kuniga $50 dan kvartiralarda boshqa joyda yeb ichishim bilan pulim ketmasin. 7 kun yana ertaroq ketsam uyga $350-400 lishniy pul olib boraman uyimga, ota-onamga, produktamga, yana unisi mehmonlarimiz, men hojdan qaytganimga mehmonlar keladi uyimga degan maqsadda ertaroq ketmoqchi edim. Allohim shu pulimni ham yonimda qoldirdi meni. Shunday tekin kvartira bilan ham mehmon qilib olib, soat tagida meni olib qoldi Alloh bugun. Xudo xolasa qaytsam, qo'limdan kelgancha odamlarga yaxshilik qilaman. Hali sizlarga juda ko'p narsa gapirib beraman. Yo'lda men masjidga 60-70 kunda yetib kelgunimcha piyoda velida qilib, samolyotda qilib shunaqa mo'jizalarni ko'rdim. Aytib beraman, hali Xudo xolasa ikkita qo'limni ko'tardim Allohning mo'jizalariga. Hayron qolasizlar, bor-ku. Men bilan bo'lgan holatlar, men bilan bo'lgan mo'jizalarga hayron qolasizlar. Tushuntirib bera olmayman sizlarga. Men bilan nimalar bo'lib ketdi, nima bo'ldi? Bitta tapchikada chiqib ketganman, kelgimga 1000 so'm pulsiz chiqqanman. Otam shunday duo qildilar. Dada borgim kelyapti desam, o'g'lim hali biletga pul yig'magansan, dedilar, piyoda boraman desam, turib olam deb shunday duo qildilar, quchoqlab chiqarib yubordilar. Men otamning duosini olib shaqacham yetib keldim. Mana endi bugungi bo'lgan holatim shunday o'zimga sig'may ketyapman-da, ichimdan nimalar o'tyapsizlarga tasavvur qila olmaysizlar-da. Nima deydi? Tushuntirib bera olmayman. Men bilan shu paytgacha bo'lgan mo'jizalar u, men bilan bo'lib kelayotgan holatlar, Allohning men bilan qilgan mo'jizalariga tasavvur qila olmaysizlar. Agar sizlar bilan bo'lsa, birovga aytsalar ishonmasa kerak. Kerak bo'lsa, mana shu pastda turgan kompyuterni Alloh shunday o'zgartirib qo'ydi-da hozir. Mana shu $50 kvartiraga meni halol qilib turg'izib qo'ydi. Ichkarida men qulflanib qoldim. Mana Ka'bani oldida turibman, 300 metr Ka'ba menga. Mana shu kartochkani sug'urdim men. Mana shu kartochkani sug'urib qo'ysalar, svet o'chadi. Men mana shu kartochkani sug'urib haqqini yeb qo'ymay shu akalarimizni deb eshik qulflanib qoldi, chiqa olmadim men. 2 soat chiqishim kerak edi, 4 soat mashxonada qolib ketdim. Eshik ichkaridan ochilmadi. Kalitni mana shuni sug'urib qo'yib, svetni o'chirib o'tirdim. Mana hozir ko'rgan bo'lsalar, svet o'chdi.
Mana kartoshkani joyiga tiqamiz, mana kartoshkani mana yana svet yondi. Shu kartoshkani sug'urib o'tirdim men. Puli to'lanmagan shu xonani men haqqini yeb qo'ymay shu sheyx akalarimiz deb svetni o'chirib o'tirdim. Oxiri kelib xonani puli tugadi deb taqillatib meni olib chiqishdi-da, kartani topshiring deb ishchilar jo'natib yubordi. Pastga shu kartani bergan joyimda menga kartani shunoq tekshirib qaytarib beryapti-da. Menga kichikroq xona beringlar, menga bir o'zim turaman, 4 kishilik xonada edim. Men pul to'lamaganman. Umra ziyoratiga kelgan qozoq akalarimiz bir bo'sh o'rni bo'lganiga meni olib kirishgan. Deganimga, "Yo'q, bu xonada sizga hozir nimaga kerak? Yangi xona sotib olib pul to'lab, bu xona siz uchun hali VIP-ku" deb menga qaytarib berdi kartochkani. Yo tavba, mashallah, astag'firulloh, Allohni qilayotgan men bilan mo'jizalarini tushuntirib bera olmayman-da. Nimalar bo'lib ketyapti? Yo'llarda bilasizlarmi, hali shunaqa bir 30-40 taga yaqin mo'jiza bo'lgan, men bilan bog'liq hammasini aytib beraman sizlarga. Hali hayron qolasizlar, Alloh nasib qilsa u mo'jizalarni eshitib, bu narsalar bilmadim. Agar ishonmasliklaringiz mumkin, agar sizlarning hayotlaringizda bo'lsa ishonishlaringiz mumkin. Men bilan shunaqa mo'jizalar bo'lib ketdi, ishoninglar. Ey Xudo, sizlarni yaxshi ko'raman hammalaringizni. Bu yig'lash erkak kishiga yarashmaydi, lekin men Alloh uchun yig'ladim. Hozir menga qilgan mo'jizalari uchun yig'ladim. Xursandligimdan yig'ladim. Alloh meni shunchalik yaxshi ko'rib ketmasin deb, shu bandam shu yerda mehmon bo'lib qolsin deb men puldan qiynalayotganim yo'q, pulim bor. Lekin mana ziyorat qildim, umra qildim, bobom o'lgan bobomga, rahmatli bobomga ham badal umra qildim. Aylandim hamma yoqda 12-13 kun davomida ziyorat qildim. Endi bekor turib bu yerda kuniga 50-60 dollardan pulimni sarflaguncha O'zbekistonga borib shu lishni bir 400-500 dollar pul olib borsam uyda hanna bo'ladi bu narsaga degan maqsadni yuragimga tugudimda, lekin shu pulni ham Alloh yonimda qoldirdi-da. O'zimni ham shu yonida qoldirdi-da, mana shu Ka'bani oldida. Sizlarni yaxshi ko'raman, hammalaringizga duodaman. Ey Allohim, mana shu yo'lda menga kim yordam bergan bo'lsa, mana shu aka-ukalarimni hammasini o'zing panohingda asrang ey Allohim. Nimaiki niyatlari bo'lsa menga o'zing bilasan, hammasini sanab bera olmayman Allohim. Mana shu menga yo'lda non, tuz, choy bergan, pul bergan aka-ukalarimizni hammasini o'zing tilida aytib, dilida ayta olmagan niyatlarini ijobat qilgan ey Allohim. Kasallarimizga shifo bergan. Mendan shu kasalga shifo so'raganlarni kasaliga shifo bergan Allohim. Farzandsizlarga farzand bergan. Bilmayman, men senga shunchalik yaqinligim bormi Allohim? Men bilan shunchalik mo'jizalar qilding. Gruziyada ham charchab, ey Xudo, Ka'banga yetib bora olamanmikan deb meni shuncha odam duo qildi, yo'lda yordam berdi, uyga qaytgim keldi mazam bo'lmasdan. Shunday meni bilet bilan bir odamni chiqarib Alloh meni diliga solib o'sha yerdan meni shaqa uchirib yubordi Gruziyadan. Meni mazam bo'lmadi yo'lda. O'sha joyida mazam bo'lmagan joyida ham bir ingishchilik akamizga shundoq diliga solib meni uyiga o'zidan o'zi olib kirib 3 kun kapelnisa dorilar bilan 200 dollarga davolab chiqarib yubordi meni uydan. Hali sizlarga juda ko'p mo'jizalar aytib beraman, Xudo xolasa. Rahmat, sizlarni yaxshi ko'raman. Amin. Hammamizni Allohim o'z panohida asrasin. Allohim mana shu yerga kelmoqchi bo'lgan aka-uka opa-singillarimizni baytiga chaqirsin. Yaxshi niyatda chiqqan edim. Niyatni to'g'ri qilsalaringiz